Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Uyğur ئاخبارات mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Aldı bilan xəbərlərimizdən asasi məzmunlarını tanışdırırıq. Xitay və çaۋşيەندىن كېلىدىغان تەھدىت كۈچىيىۋاتقان ۋەزىيەتتە ياپونىيە ئۆزىنىڭ مۇداپىئە ئىقتىدارىنى كۈچلەندۈرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. Angliya Oliy palatası hökumətni Xitayğa qarşı tədbir qo'llanishga chaqirdi. Məxfiy hüccətlərdə Xitayning Uyg'urlarga qaratgan zulmlarga Xi Jinpingning bevosita yetakchilik qilayotganligi oshkorlandi. Twitter va Facebook Xitoyning ta'tir tashviqotlariga zarba berdi. Litvaniya Beijing qishliq tanharkat musobaqasini boykot qilganligini jakarladi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Enay News Tour'ның 28 noyabrda xabar qaraganda Yaponiya bosh vaziri Fumio Yaponiyaning qo'riqlikda o'zini qo'g'dash qismlarining bazasida qolgan so'zida Chawshenning tez sur'atda taraqqiy qilayotgan boshqarilgan bomba texnikasiga va Xitoyning harbiy kengaymichiligi bo'lgan andisini bildirish bilan bir vaqtda uningga qaytarilgan inkos sifatida Yaponiyaning davlat mudofaa iqtidorini kuchaytidiganligini jakarlagan. Kishida bu vaqtda Yaponiyaning o'zining tashqi va harbiy siyosatlariga qaytadan qarab chiqish jarayonida davlat mudofaa qismlarini Yaponiyaga dushmanlik qilgan davlatlarning ba'zilariga hujum qilish iqtidoriga ega qilishni o'z ichiga olgan barliq tanlashlarni o'ylashadiganligini aytgan. Ikkinchi dunyo urushidan keyingi xalqaro aloqador qonun belgilamalarida Yaponiyaning harbiy taraqqiyotiga xeyli zo'r cheklamalar qo'yilganligi ma'lum. Zimiston Tour'ның 30 noyabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Liz Truss Sharq Turkistonda Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini e'tirof qilgandan keyin Oliy palatasining a'zolari hukumatni texmo bak kechikib ketishdan ilgari Uyg'urlar duch kelayotgan vahshiyliklarni to'xtatish uchun tadbir qo'llanishga undagan. Peshqadam kishilik huquq faoliyatchisi David Altonning rahbarligida Oliy palataning har qaysi partiyadan bo'lgan 20 nafar a'zosi o'zlarining Xitoyning jinoyatlariga qarshi davomli kurash qilish irodasini yana bir qatam ta'kidlagan va hukumatning Uyg'urlar duch kelayotgan rostligini dalillaydigan polatdek paketlar mavjud bo'lgan jinoyatlarga qarshi qo'l qo'shtirib turganligini ayblagan. David Alton yana irqiy qirg'inchilik jinoyatining sodir qilinmaganligining xalqaro sudlar tomonidan bekitilishining nomuvofiq ish ekanligini, chunki bu sudlarning Xitoyning cheklamasiga uchraydiganligini bildirgan. O'tir Sharq kuzatuvchi Tour'ның 1 dekabrdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Germaniyalik tadqiqotchi, taniqli lagershunos Adrian Ziniz 27 noyabr kuni Uyg'ur sud kollegiyasining 3-navbatlik isbot anglash yig'inida yangidan oshkorlangan Sharq Turkiston hujjatlari haqida muhim doklad bergan. Bu yil 9-oyda kimlikini oshkorlashni xohlamagan bir kishi tarafidan Uyg'ur sud kollegiyasiga avatib berilgan mazkur Sharq Turkiston hujjatlari rost yolg'onligini dalillash maqsadida Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidan Adrian Ziniz, James Milward va David Topin qatorliq tadqiqotchilarga avatilgan. Adrian Zinizning ko'rsatishicha, bu hujjatlar Xitoyning mutlaq maxfiy hukumat hujjatlarining bir qismi. Shundaqla 2019-yili Nyu-York vaqt gazetiga avatib berilgan va gazetda Xinjiang hujjatlari degan nomda e'lon qilingan hujjatlarning dal o'zi bo'lib, ilgari Nyu-York vaqt gazeti bu hujjatlarning oz bir qismini e'lon qilgan bo'lsa-mu, asli nusxasini va to'liq mazmunini e'lon qilmagan edi. Atalmish mutlaq maxfiy deb turga ayrilgan Xi Jinpingning Xinjiangda xizmatlarni ko'zdan kechirish jarayonidagi nutq nomli hujjatda Xi Jinping bevosita Sharq Turkistondagi yerlik hukumatga diniy oshqo'llik va zo'ravonlikqa qarshi turish masalasini hal qilish uchun yerlik qonun nizomi tuzish huquqi bergan bo'lib, shuningdek keyin, ya'ni 2017-yili 4-oyda atalmish oshqo'llikqa qarshi turish nizomi yo'l qo'yilgan va bu Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilishga, lagerlarga solashga asos yaratib bergan. Halbuki Nyu-York vaqt gazetining 2 yildan yoqi Xi Jinpingga bevosita munosabatlik bu mazmunlarni nemishqa oshkorlanmaganligi bir qator siyosatchilar va kishilik huquq faoliyatchilarining ayblashiga uchragan. Nyu-York vaqt gazeti Tour'ның 2 dekabrdagi xabariga qaraganda, Twitter Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi sistemalik ta'tir tashviqot qilmishlar bilan shug'ullanadigan Xitoy hukumatiga aloqador 2000 dan ortiq soxta tashviqot hisobini to'xtatib o'tgan. Egilinishcha bu hisoblarda Sharq Turkistondagi atalmish baxtlik turmush to'g'risidagi davlat tashviqoti va soxta isbotlar tarqatilgan. Va shu orqali Sharq Turkistonda yillardan buyon davom qilayotgan mislsiz zulm, keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak va majburiy tug'mas qilish operatsiyasi haqidagi ayblashlar inkor qilingan. O hisoblarning har birining 30 mingdan ortiq Twitter uchuri tarqatganligi aniqlangan. Facebook va Instagram torlarining ana shirkati bo'lgan Metamo yaqinda Xitoydagi soxta uchur to'g'riga chetishlik 500 dan ortiq hisobni to'xtatib o'tgan.
Hindistondagi siyosat kundalik gazeti torining 3-dekabrdagi xabarda ko'rsatilishicha, bu yil 5-oyda Xitoyning Uyg'urlar qaratgan vahshiy jinoiy qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilganligini jakarlagan Litva Jumhuriyatining prezidenti Gitanas Nauseda o'zining va boshqa ministerlarning Beijing qishloq olimpik musobaqasida qatnashmaydiganligini e'lon qilgan. Orqadilla Litvaning tashqi ishlar ministerligi, shundaqla boshqa ministerliklar bayonot e'lon qilib, Beijing qishloq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini jakarlagan. Litva bu yil 9-oyda Tayvanning Litvada Tayvan degan nom bilan vakolatxona qurishga ijozat bergan. Hamda 11-oyda Tayvanga vakillar o'mika avatib, bir yurish kelishimlar tuzgan edi. Va shu sababli Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabati nacharlashib, ikkili taraf elchilarini o'z davlatiga chaqirib kelgan edi. Yaqinda Xitoy yana Litvadagi elchixonasining o'rnini vakolatxona darajasiga to'valatganligini e'lon qilgan. Hamda Litvani eg'ir badal to'laydi deb ogohlantirgan. Halbuki Litva bu popozlar bilan pozitsiyasini yumshatishning o'rniga olimpikni boykot qilish qarorini jakarlab, texmo qattiq pozitsiyasini bildirgan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.